Bayram geldi, yet geldi deb hamma qazalarda go'shtlar, pololar qaynashib boshlaydi do'stlar. Lekin go'sht yesam, polo yesam, beshim ching'ilib og'riydi, asali qo'rquvim eshib ketdi degan do'stlarga bugun pintoz bilan tarxamakda so'g'uq sayqib keldim. Shunchalik yeyishlik o'zgacha. Ammo buni qanday qildimki, atiyazim kelib qoldi do'stlar. Hammamizning mijozini issiq qoplaydigan bir vaqt kelib qoldi. Uning ustiga yetimiz keldi deb go'shtlarni, pololarni taz yeyishga boshlaymiz, lekin bunda soğuqluq aralashtirib yeb bersak do'stlar, aslında beshimizda ag'raydigan, qo'rquvimiz chiqadigan ahvollar ko'rildi. Buni cho'qim saqlab qo'yinglar do'stlar. Bozorlar so'g'uq sayqilishga nihoyat mos kelgan. Uning ustiga polo etgan vaqtda yoki boshqa taomlardan dasturxonning gul yarshi qilsaqmi shunchalik mos kelgan o'zgacha bir so'g'uq sayka. Endi boshlab ketdik. Avval o'zimizning ehtiyojiga qarab do'stlar, muvofiq holda normal to'mroq kelgan pintozni ilman qaynoq suv chilab qo'ydim do'stlar. Cho'qim pintoz tanlaganda to'mroq pintoz tanlanglar, bo'lmasa bek inchkin tanlab olsanglar ezilib ketadi. Uningdan keyin oq mordan azroq, qora mordan azroq ilib ilman qaynoq suv chilab oldim. Uningdagi buningga yetarli saylarimni aqlab oldim. Saylani pokiz yuvib tozalab bo'lgandan keyin to'g'rash kirishib ketdim. Avval tarxamakni bu shaklda to'g'rab oldim. Uningdan keyin azroq sumpiyazning ko'ki, shavsongni bu shaklda to'g'rab bo'lgandan keyin shavmijo bir taq qizil lazni to'g'rab olamiz. Samsaqni jaqroq qilib olamiz do'stlar. Samsaqni shaqalab chanib olsak bo'ldi. Saylani to'g'rab qilib bo'lgandan keyin biroq ratlab etib uningdagi qozonga muvofiq holda suv quyib, suyimiz qaynagandan keyin avval chilab tayyorlab qo'ygan pintozni teplab ishga qaynatib evasak bo'ladi. Pintozni bak uzoq qaynatib etmaymiz do'stlar. Avval bir qatam ilman qaynoq suv chilab olgandan keyin oson pishadi. Shunda qilib pintozni sutib ilib olgandan keyin oqmor bilan qarmorni teplab bir ishga bulud o'tib etgandan keyin uni ilib olamiz. Bugun uyimning ishlari zot tugmay qoldi. Bolalarni tamoq qilib berishga zot vaqtim chiqmay qog'ochga so'g'oq saybosim qilib beray deb qog'och sizlarga nabahlar akeldim. Ajrim uchun gul va yuraklarni aymanglarmi do'stlar. YouTube yurakni besib saqlab olinglar, cho'qim lozim bo'ldi. Undaq bo'lsa ko'yininglarda bir qachiga avayqi to'g'ri bo'lgan say bilan pintoza qarmorni silib olgandan keyin qozonga muvofiq holatda may qo'yib meyimiz qizg'andan keyin avayqi samsaqni tilibla bir ishga ilishtirib etgandan keyin shavsong bilan masum piyozning ko'kini silib oldim do'stlar. Sal mayni az ko'kini sal jaqara qo'ysanglar bo'ldi, o'zinglarni yoqtirish bo'yicha. Bularni bir aralashtirib etgandagi o'zimizning ochiq yeshiga qarab do'stlar, normalroq qilsanglar bo'ldi. Men chimichimda normal yarmaroq bir chimish vaqt lozim oldim. Bularni bir aralashtirib etgandan keyin avayqi seyimizning ustiga qo'yibla do'stlar tayyor qilib olamiz. Endi buning tengini tayyor qilib olamiz. Avval bir qachiga o'tirchini achchiq suv, muvofiq holatda tuz, 2 qo'shiq shakar solib oldim. Undan keyin yarmaroq bir piyola so'g'oq suv qo'yib olamiz. Buni seyimizning ustiga qo'yib ilishtirib olsak bo'ldi do'stlar. Shakar solishlik sabab achchiq suvning qirtoq ta'mi tetib ketmasin deb mushalata qilib oldim. Bo'lsa buningga jijinglarni sepib yesanglar bo'ldi. Agar bo'lmasa mushalata shunchalik o'xshaydigan bolalarga uyda bo'lgandan keyin deb men boshqa dardamanni sanmadim. Shunchalik o'zgacha bir xil bozor